Xazina Tor Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. İnternet tor orqali uyda o'tirib bu darslarimizga qo'shila olasiz. Turk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibris va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamsiz? Qiynamsiz beshingizni qottirmay, biz bilan aloqalashing. Bir boy ikki eshakka yuk atib yo'lga chiqibdi. Bir eshakning yuki og'irroq, yana bir eshakning yuki yengilroq ekan. Eshakning biri yana biridan yordam so'rabdi. Aka, men faqat bo'lamadim. Menga bir oz yordam qilib, u yuklardan biror tog'ani bo'lsin ko'tirish besang bo'pti ekan. Shundoq qila aka. Bunda qilsak bo'lmasmikin? Bu yuklardan Mehmet Xitoyatulloh qutulgan tursam. Aka, sen bu yolg'onda yetib olmagan bo'lsang, xo'jayinimizmi bunchalar ko'p tog'arni meni ustimga otib qo'ymagan bo'ladi. Ha, mumkin bo'lsa, Mumkin emas. Nimandaq to'g'ri gap qilasan? Bu yuklarni sana men ortib qo'ydimmi? Sen berib xo'jayinimizga da. Qandoq degan gap bu? Men ketdim. Shunda qilib yuk og'ir eshak herib holi qolmay oxiri o'lib qoldi. Ey bichar ishigim, o'libsan de. Endi bu yukni mav eshak otmoqdan boshqa amal qolmadi. Voy. Nimandoq ig'ir yuklar bu? Yuklarni inim bilan tan ko'targan bo'lsam, bu halg'am tushib qolmas edim. Xo'p bo'ldi. Kim meni hurlik qilsin debgan. Hurun eshakning yuki ig'ir degan shu kanda. Oy jon.